Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan umumiy fitopatologiya va mikrobiologiya fanidan ma'ruza darsimizni boshlaymiz. Mavzu Hitridiomitsitlar sinfining tavsifi. Reja Hitridiomitsitlar sinfining tavsifi sistematikasi. Sinfning kasallik qo'zg'atuvchi vakillari. Mavzuning maqsadi zamburug'lar dunyosining vakillarini sistematikasini ko'rib chiqish va ularni hammasini o'zlashtirishdan iborat. Hitridiomitsitlar sinfi, Hitridiomycetales oilasi, Hitridia tartibi, asosiy avlodlari Albidium va Synhydrium avlodlarini tashkil qiladi. Bu sinf zamburug'lari bir hujayrali ko'p yadroli, mitselis yaxshi rivojlanmagan, deyarli shakllanmagan sinfga 127 ta avlod va 1000 dan ortiq turlarni o'z ichiga oladi. Ularning ko'payishi zoosporalar orqali o'tadi. Ko'payishi oldi tomonida joylashgan bir xilchilik zoosporalar, jinsiy ko'payish esa izo-getero, oogamiya va planogamiya yo'li bilan amalga oshadi. Hujayra qobig'i tarkibida xitin va glyukan moddalari bo'ladi. Vegetatsiya davrida ameboid xo'jayin o'simlik hujayrasida yashaydi. Ameboidda bir xilchilik zoosporagiylar hosil bo'ladi. Zoosporalar tashqariga chiqib, o'simlikni zararlaydi. Zamburug'lar suv va substratlarda uchraydi. Bunda zamburug'larning ko'rinishi, kasallik belgilari, Alpidium brassicea zamburug'ining rivojlanishi, bunda ameboid, aslida B zoosporangi V gaploid zoosporalar, G hechinni yo'qotgan zoospora, D diploid zoosporalarni hosil qilgan va ularni kasalliklarni keltirib chiqarishdagi asosiy o'simliklarda belgilari, karamdagi asosan kasallikni belgilari, ya'ni ildizida, mikroskopda ko'rganda ularning mikroskopdagi ranglari va ularning ko'rinish shakllari, asosan kartoshkadagi kasalliklari, zararlangan o'simlik gullash davri zararlangan tuganagi, tinim davridagi sporasi hamda zoosporalari. Sizlarni asosan mantiqiy zanjirlar ketma-ketligi metodi bilan ham tanishtirib o'taman. Bunda o'simliklarning kasallik turlarini aniqlang va ulardagi kasallik belgilariga e'tibor bering. E'tiboringiz uchun